Sochi. Assalomu alaykum hammaga. Krasnopoliyanada. Krasnodar o'lkasi Sochida, kurort Krasnopoliyanada biz. Bugun Krasnopoliyanada joylashgan Lali o'zbekcha restoran ichki hayoti sexlari haqida, xodimlar haqida suhbatlashamiz, tanishamiz. Bugun Lali'da biz Lali'dan gapiramiz. Assalomu alaykum. Videoga olyapman. Yaxshimisiz? Ovqatinchimisiz? Привет. Снимаю видео. Контент YouTube. Да. Десерты наши, да. Assalomu alaykum. Ana O'tkir aka, Oxunjon, konditerimiz, starshi mo'y starshi. Shu nima deydi, restoranni ushlab turgan odam. Borilarga shukr. Assalomu alaykum. Lalidan gapiramiz. Necha yildan beri ishlaysiz Lalida? Endi yil bo'lmadi-ku, hali. Yil bo'lmadi hali. Yoqyaptimi Lali sizga? Ha, yaxshi. YouTube uchun kontent bo'lyapti. Ko'ramiz, xudo xohlasa. Beri osh qilasiz, Sanjar? 7 yildan beri osh qilaman. 7 yildan beri. Necha xil oshlarni kelyapsiz shu vaqt? Samarqand, Farg'ona. Qo'yqon oshi, qovuli, Qoronmish oshlari. Qaysi osh anavi nima deydi, mashhur? Mashhur. Ko'p yeydi, masalan, Rossiyada. Rossiyada ya'ni Samarqand oshi bilan choyxona oshi juda populyar deb hisoblanadi. Oshlarimiz ham yaxshi. Eng ko'proq Samarqand oshi bilan choyxona ko'p ketiladi restoranlarda. Da. Qolgan kafe nimalardan ko'rganmiz, ko'p bo'lganmiz. Kafelarda Samarqand oshidan mashhur. Qo'yil. Lalida qaysi osh ko'proq yeyiladi? Lalida oshi faqat Samarqand yaxshi ketyapti. Samarqand. Nima uchun aynan Samarqand? Nima deb o'ylaysiz? Samarqand diyetechni bo'lgani uchunmi endi tipa? Yo'q, diyetechni ovqat emas. Endi bilmadim. Qaysi restorangadir ko'p Hammaga xayrli kun. Mana Orzugul, Samarqand viloyatidan. Lalida anchadan beri ishlaydilar. Tarjimasimi Orzugul? YouTube kanalimizga qo'yamiz. Oila kanalimizga. Multfilm qalaysan? Namangandan. Men ukam bilan Namangan viloyatidan biza. Qayerdan Namangan? Qanchadan beri ishlayapsiz? 18. 18 kundan beri bu xatdan oldingiz? Ha. Qanchadan? Bejonga Arnasoydan. Bejonga qachondan beri ishlaysiz? 6 yildan beri bo'lsa. Xo'p, 6 oy. Arnasoyda ham shug'ullangansiz-da? O'zingizda hozir ham bormi? Kimdir anav qiladimi? Nima deydi? Sherikchilik asosida. Yo'q, navbat asosida. Navbat asosida. Xudo xolisa borsangiz ham bemalol shu qassob. Ana o'rtoqlarimiz, jamoamiz YouTube'ga qo'yaman, maylimi? Qarab turishdi. Men bir bechora deyman. O'g'lonman yurtda. Ishlatishda, qo'yaring. Unaqa demang-a. To'g'ri? Nimalarsiz? Bu Maya, Turkmanistondan. Bizni restoranning malikasi. Busiz hech kim hech narsa qila olmaydi. 15-16 soat ham Terminator. Charchamang Maya. YouTube uchun. Abdullajon, salom. Hozir. Bu Abdulla. Nash sous-chef. Busiz hamma narsa nima bo'ladi? Bardak bo'ladi. Boriga shukr, YouTube kontent uchun Lalidan. Bu bizning staff zonamiz. Shu yerda obed ujin qilib ovqatlanishadi. Salom muhabbat. Bu Temur og'a mana. Menejer. Assalomu alaykum Dilapa. Mana Dilapa, biz Lali restorani Krasnopoliyandamiz. Dilapa qachondan beri ishlayapsiz bu yerda? 2 yildan beri. Sizga yoqadimi ishingiz? Kollektiv Sochi qanday? Sochi zo'r, ajoyib.
Tabiati zo'r. Tabiati zo'r. Hozir havo kislorod. Da. Judayam ajoyib. Xohlaysizmi yana nima deydi, boshqa davlatlarda ishlashni, tajriba qilishni? Albatta. Yurt ko'z kezishdi, davlatlarni ko'rishni xohlayman. Bundan orzuyim. Rahmat. Telepa bilan birgamiz. Xo'p, Lalidan salom. Mana bu opamiz bilan. Assalomu alaykum opa. Sochiga xush kelibsiz. Qanday Sochi taassurotlari sizga? Sochi judayam chiroyli, menga yoqdi, ob-havosi ham. Samarqand. Necha kun bo'ldi kelganingizga? 30-mayda kelgan. 30-mayda. Deyarli mana 1 oyga yaqinlashadi, 10 kun kam. 20 kunlik. 20 kun. Nimalar nimasi yoqdi? Havosi, odamlari qanday? Tog'lari, odamlari ham yaxshi, hammasi yaxshi. O'zbeklar ko'p. Hamma narsasi zo'r. Hamma narsasi yaxshi, mazza qildim lekin. Yana kelish niyat Bu bormi? yerda mana shu restoranda hammalaringiz muomalalaringiz zo'r. Xursandman. Muomalalaringiz hammalaringizni baribir o'zimizni Odamlarda mazza qildim lekin. Rahmat. Charchaganimni ham bilmayapman. Sog' bo'ling. Rahmat kattakon. Opalar salom. Mana ayoldan yaqinda ish boshladilar. Bir hafta bo'ldi. Qalay ekan Lali? Zo'rmi? Yoqyaptimi? Sochida birinchi marotaba basiz. Qaysi mana shu vaqtgacha qaysidir desert, qaysidir salatni o'rgandingizmi? Toshkentni o'rgandim. Toshkent salat. Hozir mana qaysi salat? Bu achu o'zimizda. Oddiysi. O'zbekcha. O'zbekcha. Opa, bu yoqqa keling. Lalidan yana nima deydi, syomka qilamiz, keling. Qachondan beri ishlaysiz? Beroq keling. Va alaykum assalom. Ozga intervyu qilamiz. Mana Lali restoranida qachondan beri ishlaysiz? Ochilgandan beri ishlaysiz. Demak, dekabr oyidan beri ishlaysiz. Bu yerda asosan siz nima ish qilasiz? Olot somsa. Nima uchun olot somsa deb ataladi? Shaharchamizni nomi. Shaharcha nomi bo'yicha olot. Endi kichkina aslida, lekin qilinishi boshqacha. Qilinishi bir xil, lekin razmerida bu yerda kichkina restoranga. Rahmat. Cheesecake Lali. Тирамису отрабатываю. Я ужасно съела, если честно. Can. Rangerimiz. Krasnoy Polyana Sochidagi Lali restoranini shef-poveri To'lqin aka bilan suhbat qilamiz. To'lqin aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Birinchi savolimiz To'lqin aka, mana Lalida mehmonlar aynan qaysi davlatlardan tashrif qiladi, buyuradi? Biz Rossiyadamiz, lekin baribir ko'ryapmiz, bu yerda ko'proq arab mamlakatlari ko'p. Arab amirliklari, Turkiya, Eron, Ispaniya, Xitoy, Kanada. Qo'yil. Qaysi davlat vakillari qaysi mahsulotlarimizni ko'proq tanovul qilishadi? Eron arab davlatlari osh, Palov. Qaysi palov masalan? Bizda ikki xil. Samarkandskiy kabuli и салат табуле. Qo'yil. Много заказывают. Там гости заказывают только вот эти. Kelajakda qaysi o'zbek ovqatlarini menyuga kirgiztirishni xohlaysiz? Ya'ni qaysi ovqatlarimizni nima deydi, bularga tavsiya qila olasiz? Xorijliklarga. Bizani ish yuritayotgan kompaniyamiz brend bo'lganligi uchun bizada kelishilgan holda menyuga yangi mahsulot kiritiladi. Chunki hamma davlat filiallarimizda bir xil va sifat darajasi ham bir xil bo'lishi kerak. Shuning uchun biz hozircha
tepadagi sheflarni buyrug'i bilan amalga oshiramiz. Rahmat To'lqin aka. Sog' bo'ling. Mana bu menejerimiz Temur og'a. YouTube uchun kontent. Что за разыски? Да, для YouTube контент. Меня открыли. Вы довольны? Работает? Нет. Вы довольны? Работает? Нет. Довольно. Почему? Центов нет. zarplata Зарплаты не дают. Вовремя. Бонусов нет. Их жалко. Официанта не хватает. Не хватает. Но все равно любим свою работу. Любим Два свою ми- работу. Да. Сегодня очень любим. Лали. Family Garden. Lali Baynoqov. O'zbekcha restoran. Да, ajoyib restoran. Красная Поляна.